Siz bu retseptdan kelgan tovuq go'shtini faqat shu usulda pishiradigan bo'lasiz. Tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Sochni xil-xil bo'lib pishadigan tovuq retseptimizni bo'lishaman sizlar bilan. Judayam oson hamda tez tayyor bo'ladi. Tovuqlarimizni yuvib olib, quritib olib, tabga qarab tuzlab, marinovka qilib qo'yamiz. Bu yerda kartoshkalarimizni to'g'rab, tabga ko'rab yog', tuz, pripravalar solib yaxshilab aralashtirib, gaz listiga pergament solib olamiz-da, ustiga taxlab chiqamiz. Ustiga tovuqlarimizni taxlab, bu yerda alohida sok tayyorladim. Tomatni sousga yog', priprava, tuz, suv qo'shib ustiga quyib yuboramiz hamda zarqog'oz bilan gaz pechimizga 200 gradusga yarim soatga jo'natib, yarim soatdan keyin ustidagi zarqog'ozni olib tashlab, yana 40 minutga qo'yib yuboramiz. Tepapasini yoqib, qarabsizki, sochniy bo'lgan o'zini sho'rvalari bilan yog'ligini zo'r bo'lgan ovqatimiz tayyor. Bu ovqat salatsiz ketmaydi. Albatta yoniga salat tayyorlaylar. Osongina